Kozim akamning lafzlariga ishonib 20 kunda qilib beraman deb aprelda dogovor qilganmiz. 20 kunda hal bo'ladi deganlar. Mana hozir iyun nesa 11-iyun. Mana hal narsalar kelgani yo'q. Aytdan keyin 29-ni tommosh to'shaganman. Tommosh to'shaganimga hozir 13 kun, 14 kun bo'ldi boru. Hamma bir ahvolda bo'yotibdi mana. O'g'llarim bilan ishlaymiz deydi-yu. Keseklarni terib, pullar berib qo'yib, Kozim akamga ajdan kerak kutib o'tiramiz. Hozir dogovor qilganimizga почти 1 oyda, 1 oydan oshdi. Bor kelishlari kerak bo'lganga. Masalan, to'y bo'ladi. Pullar berib dogovor qilib zakazni qabul qila olmaydi.